Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Börtalaning Toshko'rik degan yerida necha ming odam yo'l bo'yiga chiqib, ularni kutib oldi. Harva-harvada qo'g'in tavus, meva-cheva, qetiq suzma, non to'qash, dashqazonlarda go'sht sho'rpa. Ular 4 oydan beri bundoq to'qchilikni ko'rmagan. Duo Qur'on, naqshi madila jangchilarning ruhini ko'tarib jonlantirib o'tgan edi. O'lsak shiyat, qolsa g'ozi, o'lim ishonchirab degan edi Mahmud hayajonlanib. Baramo shu kech uxlay olmay, hayajonda mush bugungi hujum kunining patroq kelishini Xudodan tilagan edi. Shunga Börtaladan sharqqa manganda suv tepilmaydigan 40 kilometrlik yo'ldimi jangchilar zarlanmagan edi. Uzun buloq degan yer Toli nahiyasi qaraydi ekan. Yamato, Tiyim Niguan, Ulan buloq degan yerlarda ajoyib ma'nili uchrashishlar bo'lgan. Mongol, Qozoq degan xalqlarning mehmon do'stligiga bara shu yerlarda hayron qolgan. To'liqlar uyur yiliqlarni haydab kelib, jangchilarga taqdim qildi. Ular yovdoq otlarga minishdi. To'yg'ichi go'sht yeb, o'g'loq tartishib o'ynashdi. U bir kunlik safar edi. Çöl idirdan piyoda otliq aylanib bu chaypayzi kelguncha to'xtaganli yerda izvod komandiri G'o'ja O'shurov jangchilarga kelgan yeri bo'ladigan so'qish to'g'risida so'zlab keldi. U zodi bir so'zni ikki takrorlamaydi. Uning so'zlari ochiq, ovozi yangroq, o'zi ko'yimchan edi. Yotganda har bir jangchining putini egiz yerga qo'yib, yotgan-yotmaganligi, miltiqini qoida bo'yicha tutgan-tutmaganligi qatorliqlarni tekshirib chiqardi. Mana u oldirab o'zining izvotiga qarab, ko'krak yerib, yerni chingdasab, tez qadam elib minib kelmoqda. Jangchilar, diqqat! Butun askarlar miltiqlarini yonlarida tutib tik turishdi. Bugun 9-oyning 1-kuni. Biz kutgan kun oxiri yetib keldi. Biz batalyon hujum boshlaymiz. Vaqti kelganda signal berildi. Oldimizda dushmanning quroli, xil bir polikatlik askari bor. Biz piyoda 1-atquchilar polkining 1-batalyoni 1-hujumni boshlaymiz. Sentabrning havosi jonga rohat. Tabiiy o'rmonlikda xush huvlaydi. Nalardadir itlar havshiydi. Ammo jahon jimjit. Havo ochiq. Osmonda yulduzlar jimirlaydi. Oysiz osmonda vahimidan derak yo'q. Vahimi yerda Muno chaypayzining chetida o'rmonlikda. Uxlashga buyruq berilgan bo'lsa-mu, hech kim uxlamagan. So'ydan sepiliga doğru ko'milgan. Bilamsan bara, necha tonna? Minomyotni 99 qitim doğru bar yerga osimo doğru partlamagan. 100-minomyot o'q partlagan. Qandoq partlagan bilamsan? Bütün suydun, yo'q, bütün jon titrab ketgan. Sen qo'rqmaganmi? Dadamning qo'ltig'iga beshimni tiqib olgan. Dadam bar yerda hargiz qo'rqmayman. Men shu, O'shurov dadam san kelayotgan o'qnim turib olam degan deyman. Quchoqlashma jang bo'lib qolsa qandoq qilasan? Unim bilmamdiman. Harakat tez, bo'libmi qo'p tarkib tez bo'lish kerak. Dushman avval nayzurudi. Sen miltiq naysi bilan ko'kirking kelayotgan nayzini kuchab urib sinoyan ketgizsan. Dushman qiysiydi. Sen sol putini tez yo'tkab bo'lashlab turib, dushmanning quloq tuyiga miltiq payniki bilan ursan, dushman yiqilish bilan maydisiga nayzursan. Yiqilmasa yoki sinoyan ketmischi. Chaqqonlik bilan mana bundaq ko'kirkingni qo'g'daysan. Ha, to'g'ri. Bombani qandoq chaqladasan? Dushman potay, dot diyuzotlarining o'q chiqargan to'shkiga, o'ylar kirganda uchirgan dariziga, shiklarga. Dushman o'qi quyuq bo'lib ketsa, istitak paydo qilib ilgirlash uchun oldinga otsan. Unutma bara, tezlik hammada muhim. Chaqqonlik muhim. Botirlikchi.
chig'i tubida o'ngda yotgan egiz, qovul, gavdalik turgan ularning gapiga qo'shildi. Bilib qo'yinglar, botirlik hammadan muhim. Botirlik qo'rqishni bilmaslik, o'limni o'ylabmi qo'ymaslik. 25-26 yoshlardagi ig'ir besiq kulib turadigan bu yigit dangliq chelishchi edi. Bara uni dadasi Ziyovuddin bilan chelishib tushsa, qaysi yengar ekan deganni ko'p o'ylaydi. Uning bo'yi 1 metr 90 santimetr kelgani bilan ko'kirki dadasinikidan kang edi. Turg'anka, to'xti shapurt bilan chelisha olamsan? deb so'radi Mahmud. Qo'rqidi, dedi G'o'jushurovning muavini, bo'yimi, yeshimi turgan bilan tang tutib olish qobiliyati bilan dang chiqargan Tursun ismli temirchi gap qarlashib. To'xtikam chambashchi, u degan o'shir divanning shogirdi. Bilamsizlar, o'shir divan degan osmonda uchalaydigan chambashchi edi. Mang'ay, dedi biri bo'm ovoz bilan. Odam uchamdi. Sen Tursun xo'tak baqbaq gapni to'la qiladi ekansan. Nimaga chechirasan To'xtika? dedi Tursun. Bo'pti, ushimiz sakraydigan-da. Men sakrayman. Qonunning dumbisidan qo'limni tekkizmay sakralayman. Qandoq? Xo'tak giping bormi? Uning siliq gipi mushu, dedi turgan kulib. Sen Tursun zam izvot. To'xtikam hurmat qilib shundoq deydi. Siliq gap qiladigan xenim edi. Turgan chelishchi deb qo'yib kerilib ketganda mana. 35 yoshlardagi mijozi chuz, qo'pol to'xti bozgandan hamma odam ayminatdi. Birla turgan uni ko'zga ilmaydi. Tursun bekor bo'lsa, uning og'zini tatilab qo'pol gaplarini anglab, xirildab kulatdi. Ko'zlari yalt-yo'lt qilib turadigan do'g'loq, gangung chiroy, shapur to'xti usta pilmutchi edi. U Belikov nomli batalyon komandiridek 500 tal o'qi bor stankovoy pilotning plashatkasini chaqqan pirqirtib panarkiga to'xti degan ismni yezib chiqishni mashq qilmoqda edi. Xo'xul qila olmaydi. Men nima ish qila olmayman? deydi u terikib chechilib G'o'jushurovga. O'risdan qolgan jonni ishtiqib tashlab berman. To'xti og'zini buzib turganini tillayotganda ularning yeniga G'o'jushurov keldi. Uxlava yigitlar, 1 soat bo'lsa-mu ko'z yumvelinglar. Birar yuzni domiltib ko'z yumarmiz, dedi To'xti chaqchaq qilib. Bu Palinov degan mo toza to'q yurak nima ekan? Nemish qishiyxoq uduldi hujum qilmay, na'nalarni aylanib bu yerga keldi. Sababi ko'p qatim deyildi-ku To'xtaxon, dedi G'o'jushurov dana-dana qilib so'zlab. Shixoning g'arbi tik yorliq, tuzlam. Janubiy toki taqqa borg'i cho'l, daldi bo'lg'idak giyohmi yo'q. Sharqiy Ko'ytun daryosi qiyin. Faqatla mush shimol tarafla hujumga aplik, tabiiy o'rmon, yezilar, daryo o'stanlar bor, daldi qilg'idak joylar ko'p. Jan tatliq danga komandir izvot, deb chaqchaq qildi To'xti boshliqiga. Jonga chidimagan o'g'il bola bu yerga kelib nima qilg'uloq? Sizlardek bozg'onchilar jondan bir nechini zapasga qo'yasizlar-da, dedi turgan kulib. Bizga Xudoyim birli jon bergan, joyiga ishlabmasak bo'lmaydi. Eshak o'z taxiba, dedi To'xti qo'pol varqirab. Voy, aysangmi, ayimsangmi Xudoning olg'isi kelsa, senda so'rab o'tirmaydi. Ako potay deganlar, ko'nglakdak bir nimalar. Ko'nglak bilan qahrtonning so'qin to'sa olamsan? Rizqing bo'lsa, qo'mach qo'rgandek parasab turgan o'q qarsimi, o'rdak suv yo'qmagandek san o'q tegmaydi. Qani ko'rimiz, bugungi so'qishda o'rdak bo'lamsan, biliq bo'lamsan, ko'rimiz dexe. O'qni tutib oladi To'xtaxon, rasmiy. Tutib olib qaytirib atalaydi degina. Ajal qosh bilan kirpik orasida ulardan qaysilari qurbon bo'lib, qaysilari qoladi. Buni hech kim bilmaydi. Ularning uylarida ota-ona, xotin bolalari,
ularning birdan-bir tilagi bu fidoilar bilan tirik didorlashish. Lekin bunu fidoilar xuddi o'limni unutib qilishgandek ota-ona bola chaqalarini unutishgan. Ular go'yo bu yiroq sahroga sayohatga kelgandek. Go'yo ata har birining to'yi bo'ladigandek. Go'yo ularni bir xushallik kutayotgandek yoki go'yo ular hamma boturliklarini voyaga yetkazib, birinchi darajalik istiqoliyat ordenlarini elib bo'lishgandek. Dunyodan beg'am, ruhliq, xushal, beparvo. Birdamdan keyin jangga kiramiz. Kimdir bir cho'ng yoshliq odam bor qaradi. 2 rakat namoz o'qib, bir-birimiz bilan xo'shlashaylik. Kötə bu pətarınni deb varqirdi to'xti. Ölüm güvanqanlarning ishi o, biz degan o'ltirgili ketyapmiz. Jambariyada qazo bor to'xtam. Düşmanmo mergan, uning o'qimi jon oladi-jumo. O'limda qo'rqsang hozirlik ayt, men oldirab ketyapman. Mugotno fuqlab qolmaganda g'o'joshirov. Dara birinchi qitim so'qishga kiradi. U odamga qartib miltiq otadi. Granat tashlaydi. U odam o'ldiradi. Bu yezidan chiqmagan, etizda bo'ya chepib, bug'doy o'tigandan boshqa jonga azor bermagan bola amdi odam o'ldiradi. 4 oydan beri u odam o'ldirishni o'rgandimi yoki jon saqlash o'zini qo'g'dashnimi? Uning zodili o'lgisi yo'q. Mono suyimlik odamlarning o'lishini xohlamaydi. U mehribon dadasining sulg'un chiroyini, uning g'urur bo'lgan nuri aksining chiroyli ko'zlaridagi xushallik qushqullarini, kichik singlisining umoq budruq mangziga suyib qo'yishni to'limi orzu qiladi. Ularni ko'rmagili mana 5 oy bo'ldi. Cho'l idirg'an nuri bir qitim uni ko'rgili keldi. Aksiga harbiy kiyim ordenlar ajab yarashibdi. Aksining chiroyli qora burti uningga to'limi yarashgan edi. Komandirang seni maqtidi Bara, yaraysan. Daroning qisosi sana vazifa, birga ol. Deb inisining mursiga qo'lini qo'ydi Nuri kulimsirab. Salomat ko'rishaylik. U Darani chin quchoqladi va oldirab etiga minib qayrilib qaramayli ketdi. Bu xo'shlashish oxirgi qitim xo'shish bo'lib qolmasin. Dara qurban bo'lishnimi, shahid bo'lishnimi, jannatni ko'rishni xohlamaydi. U hayot qilishni xohlaydi. Atrof jimjit. Taraf-tarafdan xo'rak anglandi. Osmondagi yulduzlar jimirlamoqda. Illiq shamol yuzlarni siypamoqda. Go'zal tabiat quchqidagi balonlarini mehribon onadek papilab uxlatmoqda. Dara qiri qor yog'ochlar bilan to'lgan beg'ini, kechalari sharqirab mahallini uxlatadigan sho'x o'stangni, ishki oldidagi chig'ritmoqliq to'pi elib paydo bo'lgan ozgonlarga to'lgan suv, poqalar, qumchoqlar, uydagi seg'izgan o'sta onasiga intilib tillarini chiqarib shirildashgan qarilg'ash bolalari, qilin qor yog'ochliq orasida tuxumdan chiqishgan kichkin turuplar yo'ylashib ketgan chujilardan sadin qo'rqib cho'plar orasiga sho'ng'ishlarini, hayotlik uchun bo'layotgan intilishlarning o'zi biladigan manziralarni birma-bir esladi. Uni turibli sir bosdi. Mahmud, dedi u yanada yotgan do'stiga asta pichirlab. Men o'lib ketsam, kiyimlarimni dadamga topshirib bergin. Ishchi kiyimlarimni unutmajimi? So'rang, dedi Mahmud asta. Dadam dedi-ku, o'limni zot o'ylama deb, qo'rqqanlar o'limni o'ylaydi. Men qo'rqyapman, Mahmud. Daraning ovozi titrab chiqdi. Naq shu chaqda hujum belgisi jang signali chelindi.
1945-yili 2-sentabr tong saharda minomyotlar 3 putluq stankovay, Maksimka, Krohli, Kalber o'xshash eg'ir qurollar, miltiq, avtomatlar biraqli etildi. Bu chaqda Bera hammani unutdi. U miltiqni o'rgangani bo'yicha o'lmilab oldiga mengib turib etiverdi. Hech kimni ko'rmay turibla Chaypayzi daryosi tarafga ilgirlab o'q otdi. Endi uning quloqiga hech ovoz kirmadi. Uning as xiyoli kulrang matadan ishton chapan kiygan, putiga go'jay urab xay kiyib olgan so'g'uq talat dushman ko'rinsidi degan ishqili markazlashdi. Ikki tarafdan etilayotgan o'qlar vij-vij, chiv-chiv qilib ushmoqda. Qarish tarafidagilarni o'ltirishdan boshqani o'ylamaydigan bir necha ming odam varqiramoqda, ilgirlamoqda, otmoqda. Mana bu so'qish. Dunyoda naq mushkun so'qish tugagan edi. Amerika Truman hukumati qancha norozi bo'lsa-mu, Stalin oxir Jungoning sharq-shimol rayoniga marshal Vasilevskiy qo'mondonligida 1,5 milliondan ko'proq askarni 3400 aeroplan, 5500 dan ko'proq tank bilan Yaponiyaning Kanton armiyasini yo'qotish uchun 4 tarafdan hujum qilib kirdi. Amerika ikki qatim atom bombasi tashlab, Yaponiyaga zarba berib, Sovet ittifoqiga hayva qilgan bo'lsa-mu, Stalin uningga pisand qilmadi. Vudi qo'rqibmi qolmadi. U Osiyodami o'z ustunligini saqlash uchun ko'krak yerib o'ttirg'i chiqdi. Uningga ovoz qo'shib, mavzudon sharq-shimol, shimoliy Jungo tuzangligi va boshqa joylarda Yaponlarga umumyuzlik hujum qo'zg'adi. 8-oyning 11-kunidan tortib hozirgacha bo'lgan bir oyga yetmagan vaqt ichida 100 necha ming dushmanni yo'qotib, 100 mingga yaqin miltiq, 1500 dan jiq minomyot, pulemyot, 300 dan ko'p zambira g'animat elib, 100 dan jiq shaharni ozod qildi. Ularning qaytirib olgan yeri 200 ming kvadrat kilometrga yetay dedi. Jungoga tajovuz qilib kirgan Yaponiya armiyasining bosh qo'mondoni Gangsun Ningsi taslim bo'lishga majbur bo'lmoqda. U 8 yillik urushda kishining yerida 1,330,000 askarining jiniga zamin bo'ldi. Gitlerchi, Mussolinchi, Shixoni yemirilmas qo'rg'on deb ko'ranglagan Gomindan generali Shi Yifeng 2-korpusning qo'mondonlik shtabida hozir nima holda ekan? U o'ziga bevosita qarashli qismlardan boshqa 7-diviziyaning bir polki, alohida polkning bir batalyoni, Bronevik rotsi, Eg'ir pulemyot rotsi, Zent atrad, mashin polkining bir qismidan kelgan harbiy kuchi bilan ashu suv to'ldirilgan okoplar, potaylar, minalar, yer osti bilimdojlari ularning bir-biriga tutashtirishlarini po'lat qo'rg'on hisoblab, Gitler Gansunlarning oqibati qilishni o'ylabmi qo'ymagandi. 1945-yili avgustning oxirida Shixoga hujum qilg'ich qismlarning bosh qo'mondoni, yuqori mulohizlarning egasi general Palinov Ulan-Buloqda Suydong 1-atquchi polki, Tarbag'day 6-otliq polki, Mong'ol divizion, minomyot rotisining boshliqlari bilan yig'in ichib, umumiy hujumning vaqti, plan qadamlarini kelishib bo'lgan. Ular 8-oyning 30-kunidan boshlab Shixoga yurish qilgan. Mana bu 4000 kishilik jangovar qo'shin buyruq kutib turmoqda. Tarbag'day otliq polki bilan Mong'ol divizion Burnagun dushman aeroplanlarining o'zildirilmay o'q tutib bombardimon qilishlariga uchradi. Lekin ular kayniga yonmadi. Razvedka izvoti Chaypayziga 15 kilometr qolganda dushman bo'ktirmasining tuyuqsiz hujumiga uchrab, muhosiraga tushdi. Xazinasi 2 qaysari qurbon bo'ldi. Uning bir nafari yarador bo'ldi. Lekin ular bir qadam chekinmay jang qildi. Oxiri kaynidan kelgan Qoziqon polkining oldin yurar eskadronning yordami bilan dushmanni tarmar qiladi. Dushmanning 100 askari o'lib, 47 nafari asirga tushdi.
Mana hozir Tarbag'atay 6-otliq polkimi, Mo'ng'ul divizionimi Shixodan 40 kilometrcha shimolga joylashgan dushmanning oldingi istehkomi Chaypayziga yetib keldi. Ular buyruq kutib yotmoqda. Chaypayzi Shixodan Dörbüljin ham Oltayga boradigan tosh yo'l ustiga joylashgan. Bu yerdagi Gomindang otliq polki Potay va yer osti blindajlarga nurg'un ishlagan. Okoplar tutashtirilgan. Xandaklar suv bilan to'ldirilgan. Bu yerning har bir mangdimida mina bor. Hujum qilmoq qiyin. Lekin bu yerga cho'qim hujum qilish kerak. Gomindang xalqning kuchini mush yerda sinab boqmoqchi. 31-avgust tushdan keyin soat 4 da Gomindang hukumatı markaziy ishlar harbiy komitetining buyruq bo'limi, harbiy ishlar tarbiya bo'limi, orqa saf ta'minot bo'limi Nanjing shahrida maxsus Xinjiang banditlarini tozalash masalasi to'g'risida birlashma yig'in o'tkazdi. Yig'in monolarni qaror qildi. Banditlarni cho'qim uzul-kesil tozalash kerak. Buning uchun birinchi, banditlarni tozalashda mukammal plan, programma tuzib chiqib, uni hamma ishga mezon qilish. Ikkinchi, ta'minot va diplomatiya munosabatidan foydalanishga e'tibor berish. Uchinchi, Lanjudagi 10 ming nafar yeng askarni Xashi va Qumulga opirib, nuqtaliq tarbiyalab mashq qildirish. Ularni ishlatish huquqini qo'mondan Jo Xiaoliangga berish. 4. Havo armiyasini kuchaytirish ishini komitet boshlig'i janoblarining qaror qilishiga sunish. 5. Iliga qaytirma hujum qilishni vaqtincha kechiktirish. 6. Ko'paytib avatilgan 12D va K7D qismlarini Xinjiangdagi harbiy qismlarning tartibga solingandan keyingi harbiy numri o'rniga dasitish. 7. Xinjiang o'lkasidagi sobiq qismlardan bo'lgan 6 piyoda diviziya, 4 otliq diviziyani rayonlarni birlik qilib 8 diviziyaga ayirib, ayrim holda Kucha Aqsu rayoni, Shixo rayoni, Sarsumbi rayoni, Yattiquduq rayoni, Jing rayoni, Qashqar rayoni, Gochung rayoni, Turpan Qarshar rayonlarida turg'izish. 8. Havo armiyasining Xinjiangga yetkazib beradigan oziq-tulik, o'q-dorilarini tashlash uchun lozim bo'ladigan parashyutlarini harbiy buyruq bo'limi 1-nazorat, 3-boshqarmasi mas'ul bo'lib bejirish kerak. Chaypayzidan boshlanadigan bu urush bir qatimliq kuch sinishish. Kelgusining zo'r qadamlariga munosabatlik tirkashgan ikki qarama-qarshi kuchning g'ururi va istiqboliga taqiladigan hal qilg'ush urush. Bu maydonning bosh qo'mondoni Semiz yesh 50 dan oshgan bo'lsa-mu, harbiylarga xos chabdasligi bilan alohida ko'zga cheliqadigan sarg'ush harbiy kiyim kiygan Palinov buyruq berishdan burun o'z kuchini dushman kuchiga selishtirdi. O'z ishonchisini sinab ko'rdi. O, mening ulardan ustun yerim shu. Men o'limdan qo'rqmaydigan, balki haqqoniyat yo'lida o'z sharaf his qila oladiganlarning qo'mondoni deganni o'yladi, soatiga qaradi. Ochiq ko'z shamili uning yuziga urdi. U o'ttir yo'nalishning bosh qo'mondoni G'ulja 2-chi, 4-chi poliklari, Suydong 1-chi polik, Tekas 1-chi otliq polk, Mo'ng'ul divizion, Xuyzo divizion, Tarbag'atay 6-chi otliq polk, Artmin divizionlar qo'shilib 8000 atrofidagi odami bilan 1-qadamda jangni elish. 2-qadamda Manas, Urumchini, 3-qadamda 2 qanot hosil qilib, o'ng qanoti Turpan, To'qsun, Qarashaharlarni ishg'ol qilib, Janubiy Xinjiangga o'tib, Aqsu, Tashqurg'on partizanlari bilan moslashib, butun Janubiy Xinjiangni ishg'ol qilishi. Sol qanti Qumulga yurish qilib, Oltay otliq polki, Oltay partizanlarining yordami bilan Gochung barkunlarni elgilish lozim. Uning qo'shoni urushdan zo'r yeshi, uning hurmat inovati urushda kamolat tepish kerak. Uning bu yurishlariga Moskva qandoq inkos bildirar ekan? Hozir Moskva Yaponiyani taslim qildirish halakchiligida.
Palinovning düşməni Şinjan xalqining düşməni bo'lgani bilan hozir Sovet hukumatining düşməni bo'lmay qelyapti. Jiang Jieshi hadab Amerikani salochilikqa silib, Stalinni o'ziga tortishga tirishyapti. Lekin Stalin Osiyoda o'z ustunligini saqlab qolishni to'liq muhim hisoblaydi. Chunki Amerika Jiang Jieshining qudratli davlat qurishiga yordam qilib, butun Osiyoga hukmronlik qilishda mushu davlatga tayanmoqchi. Amerika bilan Jiang Jieshi Stalinni, uning sotsializm davlatini buningdan keyingi eng chong dushmani hisoblagan ekan, Stalinni Truman Jiang Jieshi ittifoqiga hargiz sal qaramaydi. U hech bo'lmaganda Mono Sharq Turkiston hukumati, Manjuriya hukumati, Tashqi Mongoliya hukumatlarini paydo qilib, kuchaytirib, uni Osiyoda dushmanlarga taqobil turadigan oldingi qarovul qiladi. Palinov Stalinga sodiq bo'lsa ziyon tortmaydi. Shon sharaf, oliy hurmat, buyuk nom uning oldida. U bu janglarda mayli qanchalik qurbon berisha bo'lsin, g'alaba qozonishi kerak. Tinch osmonda 3 pay o'q, raketa ko'rindi. Bu hujum belgisi. Hujum belgisi bilan jimjit dala jonlandi. Jimjit jahon gümbürligen, vijildigan, chivildigan, gurkirigan, vangchung taraqturuq gumbangum, eng qo'rqinchli, eng haybatlik ovozlar bilan to'ldi. Osmonda ushqunlar vijildab ushmoqda. Bu o'tlar ajal. Hamma ovoz, hamma uchar o'tlar odamlarga qartalgan. Qo'mondan nerida bo'lgani bilan askarlar o'sha ajal o'qlarining ichida. Ular domlab, yerga chaplashib, sekundmi bexudlik qilmay, butun zehni kuchi bilan o'z jinini qo'g'dab, qurolidan o'q chiqarishga tirishmoqda. Jang mana shunday sekundlik xato harakat hisobiga bir jon hayotlik bobidan mangu o'chib ketadigan. 1 minutlik xato buyruq bilan necha yuzlagan aziz jonlar mangulik tuproqqa aylanib ketadigan. Jon bilan o'ynaladigan bir xil talay sinash faoliyati. Hozir o'q etayotgan, olga qarab sekund sir ilgirlayotgan 4-5 ming jonning taqdiri mushu Palinovning qo'lida. U tunugun 18 yoshlik amdili burutlari xat tortgan ikki chiroyli Uyg'ur bolasining qo'llarini tutdi. Qo'rqamsizlar? Yo'q, qo'mondan. Nemishqa so'qish qilamiz? Qisos uchun. To'g'ri. Ular qisos olg'uchilar. Tunugun komandirlar dahshatlik manzirlarni askarlarning yodiga soldi. Bu tur 11-oyning oxiri bosh saqchi ilinganda quduq, hojatxona, o'rlardan 287 jasad qezib elindi. Har bir tanning yuragi uyulgan, qorni yerilgan, jon yeri kesib ig'isirig'i tiqilgan, tirnoqlariga mixlar qiqilgan, topallari tilinib, mix sanjilib, tuzlar quyilgan. Ularning to'lisi odamlar biladigan qo'l hunarmand, harvikash, o'qatchi, dehqon, o'qituvchi, o'quvchi, imom nazin yoki kichik amaldorlar. Ularning urug' tuqqan ota-ona qarindosh bolalari jasadlarni to'lib qiyochiya yig'lashdi. Ularning to'lisi chumuliga azor bermaydigan yavash mo'minlar edi. Hükümet dairleri, askar saqchilari yo'qolang ishlar bilan cheriklarga alayding. Askarlar o'tovasti to'xtamading. Dukkaningdan mal olib pul so'rading. Gumonliq odamga salom qilding. Banditlarga yaqin yurding. Tashviqot varaqini o'qiding, kulding, naqshi etding, patqoq chashratding degandek gunohlar bilan so'langan, qiynalgan, oxiri chamalgan, to'g'ralgan, etilgan, bo'g'ilgan, kaltaklangan. Bu xil hukumatni yo'qotish xalqning orzusi. Bu xil xo'rliqdan qutulish xalqning insoniy huquqi. Ko'rasi bilan ishidimi 47 nafar qizning jasadi tepildi. Ularning kichigi 14-15 yosh. Ularni Gomindan ofitserlari Janubiy Shinjongdan majburiy ep chiqib xotin qilgan. Kutkich qilgan. Oxiri holidan ketganda chanab, bo'g'ib, dassab o'ltirgan. Bundaq ko'rinishlarni ko'rgan har qanday vijdon egasining g'azbi tashidi. Shun ular yashash huquqi uchun hukumatni dushman hisoblab, qurollanib, jinini olqiniga elib kurashga otlanadi. Buni 4-5 ming askarning qaysisining yurak yarisi yo'q,
qaysi birining qisos arzusi yo'q. Shuning uchun ular hargiz hech qanday yerda o'z joni bilan hisoblashib o'tirmaydi. Olg'a! Dedi Polinov o'zichili varqirab. Bugun tushdan burun chaypazini cho'qim olamiz. Komandirlarmi olg'a deb varqirab, olg'a ilgirladi. Har bir askari atrofiga tushayotgan bomba, top o'qlarining zarbisidan chaqqonlik bilan o'zini himoya qilib, ozg'on daldiraga o'zini etib, yerga yepishib ilgirlab, olg'a deb varqiradi. Nega? Dedi Baraning yeniga domlab kelgan yenik pilotni ko'kriga tengib olgan to'xti. Bayto'qayga mastur. Shixo'g'alga. Yaraysan shumta, qara yiningga. Ularning yeniga minomyot o'qi tushdi. Ular eriqdan o'zlarini otdi. Osmonga to'pichan ko'tarildi. Hech kimni ko'rolmadi. Dushman ko'rinmaydi-ku. Shundaq turmoq dadamni ko'rolmayapman. Ana, G'o'jushurovda da minomyot etyapti. G'o'jushurov 50 mm minomyotga og'zidan o'q selib hozirlanib, 500 metrga to'g'rila deb varqiradi. Minomyot o'qi osmonga tik chiqib, parabola siziqi paydo qilib, yaqinli yerga tushib, yerdan to'pichan ko'tarildi. Miltiq pilotlar 83 mm minomyotlar to'xtamay etilmoqda edi. Avtomatchilar hilidan hiliga o'rtirib, tatatiltib etib ilgirlamoqda. Lekin ular hech kimni ko'rolmadi. Na dushman okoplari, na dushmanning o'zi. Ularning atrofi oldi tarafi chang to'zan istutak. Hililar yer yerilib ketadigandak surlik, vahimalik edi. Bera birdamdila qo'rqishni unutib qoldi. U oldidagi G'o'jushurovdan ko'zini uzmaydi. Komandir Izovod hamma yerda oldida mang'atdi. U kamdan kam buyruq beradi. U boshlamchi edi. Uning harakati buyruq, ishi o'lgi edi. U to'limi sazgur, to'limi chaqqan edi. Hozirlik qo'zg'algan o'rniga minomyot o'qi kelib tushadi. U go'yo hammani ko'rib turgandek, hamma harakati o'ngishliq joyida edi. Bera uning harakatlarini do'rab, uning izidan qolmay mangdi. U qancha qitim do'maladi, qanchalik mangdi, buni bilmaydi. Bir chaqda signal etildi. Hamma askarlar vurra deb qurollarini ching tutib olg'a yugurdi. Ular mana dushmanning hayron bo'lgan potaylari, pochaqlangan okoplarni ko'rdi. Kamligi 3, cho'nqurligi 2 metr keladigan xandakdan qoziqon otliq polikning otlari sakrab o'tmoqda. Piyoda askarlar mo sakrab o'tmoqda. Dushman qochqan, Chaypazi daryosining ko'rigi istutak yolqin ko'tarib ko'ymoqda edi. Birinchi so'qish tush bilan oxirlashdi. Chang to'zon va loyga milangan askarlar Chaypazi daryosidan yuzlarini yuvishib, so'xar non va go'sht bilan g'izolanishga o'tirdi. Go'yo hech bo'lmagandek yana shu askariy turmush asliga keldi. Birarni qo'l bilan tutib elib, qonidan bo'g'magan ekan, odam puxodan chiqmaydi ekan. Dedi neri turgan to'xtabozganning og'zini tatilab. To'xtag'inka, sen chambachi bo'lgandikan birarni otdan tortib tushirib olmading-ya. Avlaydatqa mening bozg'irimda o'lgan. Voy xo'tak. O'lik bilan tirikni ayirib olmagandikan, so'qish qilib nima qilasan? U bakalashkasini egiz ko'tarib suv ichdi. 2 soat dam olib, kechqurun Shixo qarab yo'lga chiqamiz. Dedi G'o'jushrov oldirab polik shtabiga minib. Amdiki nishon qoridim. Bu dushmanning birinchi mudofaa liniyasi. Chaypazdan qochgan dushman otliq polki shu yerga berib olgan edi. Dushmanning birinchi mudofaa liniyasi mana shu Qaridon yezisi. U yerda bo'ladigan jang har bir askar uchun hayot siniqi, g'alaba kapolati. Buni har bir askar obdan biladi. Lekin askar degan odam, u hamon zulmat ichidan yo'rug'liq izdeguchi, xiyim xatar orasidan rohat farog'at topquchi. Burg'una do'zax shotisi. Kela, rasa bir chekib olayli, shabbur taka.
Xelidan beri novchilik tamasida bir-birisiga xiris qilib kelayotgan ikki novchi, egiz, kang yelkili qaraqash yigit turgan bilan do'g'aloq, ko'zlari chaqnab turadigan o'z vaqtidagi bozg'anchi. Hozirgi pilimotchik to'xti gullik tamak xaltasidan ochiq muxurkini chimdib elib, gazet qog'ozda purab yondirib chekishdi. Kim biladi, at kim bor, kim yo'q. Ölmegen canda ümit bacımı. Baran, egiz, o'ng balasi ularga zo'qilib, yenidagi Mahmuddan Çelişip qalsa qaysi basa? deb so'radi. Mahmud kulib, To'xtikam, nimishqa odamsana, u degan chamboshchi, dedi. Turg'un kamcho, yamposhchi. Ularni kulishdi. Ularning ko'nglida ashulardek hamma odam ayminadigan bo'ki bo'lish istagi paydo bo'ldi. Ularning yeniga eg'ir besiq, kamso'z, dastlik yigit tursin. Avtomatchilar izvotining boshlig'i Seriqchash, inchka, egiz yigit Shavkat. Yana boshqa ofitser askarlar to'plashdi. Ular ko'k chaqchaq bilan muxur kichikishdi. Birdamdala Baraning yodiga dadisi Ziyoddin, aksi Nurila keldi. Uning balalarga xos yuragi birdilla seg'inish istigi bilan chim qilib qoldi. Menga o'q tegib qolsa-chi, ularni ko'rolmasam-chi deb o'yladi u. Shu chaqda yodiga kichik inisi va Daraning o'limi keldida boyiq chim qilgan yurakda g'azab, nafrat yolqini paydo bo'ldi. Yurish buyrug'i berildi. Jangchilar Chaypayizdan janubga Qoradong yezisi qarab yurib ketdi. Ular shundaq tez mangdi. Hech qachon bundaq tez yurish bo'lmagan edi. Qoradong birinchi liniya oraliqda Basixo degan yezada dushman mudofaa liniyasi paydo qilgan ekan. U yerga tuyuqsizda hujum qilish buyrug'i berildi. Wang Jiajong yezisi hujumning birinchi nishoni bo'ldi. Dushman butun qurollari bilan o'q tutdi. Dushman okop potaylarida ko'rinmay otmoqda. Jangchilar o'q, o't, istutak ichidan qadamma-qadam ilgirlamoqda. Har biri jangchi biladi. Dushman okoplarga 30-50 metr yaqinlab berib, granat tashlash kerak. Nimani bo'lmasin o'zini zambirak, pilimot, miltiq o'qlaridan saqlab ilgirlash kerak. Lekin saqlamoq tez. Mana baylar kulishgan jangchilar yiqildi. Mangulik ko'z yumdi. Yilidan yiliga jangchilar yiqilmoqda. Vish-vish qilgan, gombang, tat-tat qilgan ovozlarning hammasi jonli signali. Dara domlab, yerga chaplashib o'milib, xuddi ot baqqanda sonsiz pashalarning hujumidan o'zini mudofaa qilgandek, butun zehni kuchi bilan o'zini mudofaa qilib ilgirlamoqda. Xo'ja Ushrov birda domlab, birda yugurib qurbon bo'lgan, yarador bo'lganlarni birda yulab, ingrigan, nola qilganlarning boshlarini silab qo'yib, hayot yurayotganlarni ilhomlantirib, "O'q chiqarma, olg'a!" deb buyruq bermoqda. Mana dushman aeroplanlari paydo bo'ldi. Jangchilar yalt qilgan chaqmoqdek tez tarqalib, bombadan panohlandi. Zambirak o'qlari birda beshidan huvlab o'tdi. Birdan ularning ustiga keladi. Yana ba'zida yenig'ila tushib, vijildab pirqirab, ondan dahshatli portlaydi. Ilgirlama qiyin, chiqim ko'p bo'ldi. Jangchilar go'yo huduqush, qo'rqishni unutgan. O'lim ular uchun odatdagi ishga aylangan. Mana dushman okop potaylari ko'rindi. Netchizligan granat avtomat uning ustiga minomyotlar potay okoplarga o'q atmoqda. Barachig'ida 30-40 metr yerga 6 granat atdi. Netchiz odam oltidan assa netchi ming bo'ladi. Bir granat 10 kvadrat metr yerni vayron qila oladi. Yimrilmas qo'rg'on po'lat istiqomlari o't va istutak ko'mildi. Nadandir dushman qochdi deb varqiradi pari. Vurra bilan jangchilar oldiga toki Qoradong yezisi ko'ringuncha yugurishdi. Dushman Qoradong yezisiga chekingan edi. Shimoldan hujum qilgan Suydong 1-otquchilar polkining 1-2 batalyonlari, g'arbiy shimoldan hujum qilgan Mong'ol divizion, sharq shimoldan hujum qilgan Tarbag'atay 6-otliq polki taraf-tarafdan chiqib kelganda kun tush bo'lgan edi.
Jangchilar quyoshni ko'rdi. Ko'rolmaganlar 70-80 ga yetdi. Askarlar suxarnan bilan go'sht yeb dam olmoqda. Xo'ja Ho'shurov so'zlamoqda. Düşmanning birinchi liniyasiga hujum boshlaymiz. Qoridon yesi aşı daraxtliq mahali shu. U yerda yo'shirinlar ochiq potaylar to'la. Ular bir-biri bilan tutishib giralishib ketgan. Tomlarni tishib, o'q to'shiklar yasagan. Uylarni o'rib, dal-daraxtlarni kesib, bu tarafni tap-taqir qilib atgan. Biz shu tap-taqirdan hujum qilamiz. Düşman yer tagida birdan-bir ishlanadigan qurol, minomyot, qo'l bombasi berisizlar. Bomba tashlash uchun 30-40 metr yaqinlab berish kerak. Düşman bizni ko'rib turadi. Biz düşmanni ko'ra olmaymiz. Bir lamalba, uzluksiz qo'l bombasi etib, istak paydo qilib, istak ichida ilgirlash. Düşman keldi deb varqirgan bir ovoz bilan tang aeroplanlar paydo bo'ldi. Askarlar darhol tarqaldi. Aeroplanlar bombardimon qilib qaytishdi. Oldi tarafdan bo'ron gurkirgandek "sa" degan ovoz anglandi. Hamma jangchi ko'rdi. Düşman miltiqlarining nayzalarini chiqarib, avtomatlarni ko'ksiga tengib yugurib kelmoqda edi. Düşman to'limijiq. Oldidan 2 tanki boshlab kelmoqda edi. "Kira, ishnobalları, bugun ko'rdik bu xumslarni, qaytayli!" Askarlar pilimot, miltiq, granat, hatto nayzalarini tayyorlashdi. Düşman 300 metrdek yaqinlashdi. "Tank atar!" deb varqirgan batalyon komandiri saqalliq rus chala uyg'ur so'zlab. At degan buyruqni anglabla to'xti pilimotchi o'rnidan sakrab turib, pilimotdan o'q yog'dirib dushmaniga qarab yugurdi. Turgan "To'xtika!" deb varqirab turib edi, Xo'ja Ho'shurov uni silkib yotqizib oldi. To'xti pilimotchi "Voy, xavarishlar, ko'rdim, hasanlarni" deb varqirganicha qirg'in qilib olg'a yugurdi. Uning pilimotidan chiqqan o'qdan birdamdala 70-80 dek dushman yiqildi. Buni dushmanni kutib yotgan jangchilar ko'rib turdi. U mazmut qadam bilan yugurganicha sa deb kelayotgan dushmanni rasa o'q tutayotganda birdil silkinib to'xtab qoldi. U kayniga hamrohlari qayrilib birli qarada o'ngsiq uchib ketdi. "Is to'xta! Birga yuzdaydi, deginni qildi." Qaysar jangchi, Batur pilimotchi qurbon bo'ldi. Xo'ja Ho'shurov "At" deb buyruq qildi. Ibrohim bilan Xo'ja Ho'shurov o'zi 1,5 metr, o'qning diametri 2 sm keladigan tank qatarni oldidagi tankiga to'g'rildi otdi. O'q tankining pokiniga tegdi. Tanka is chiqarib pirqirab to'xtab qoldi. Yana biri qo'rqib chekindi-da, o'zining xandikiga tushib ketib, chiqolmay to'xtab qoldi. Jinidan to'ygan piyoda askarlar "sa" deb varqirishib 100 metrdek yaqinlaganda etishga buyruq berildi. Dushmanlar yiqilmoqda. Yiqilib tursimi olg'a yugurib, qo'l bombalarida uchishga boshladi. Dushman bardoshlik berolmay nurg'un o'liklarni tashlab qochdi. Xalqning qaysar jangchilari vurra bilan qo'g'lab mangdi. Tuyuqsizlar dushmanning yana bir sepi paydo bo'ldi. Quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Kulrang matodan kiyim kiygan, putiga go'jayi o'rg'an, tardan muz yog'adigan gomindan askarlari so'l putini oldiga chiqarib nayza urmoqda. Uchisiga mashrang terikidan chiroyli harbiy kiyim. Putiga o'tib kiygan xalq jangchisi chaqqonlik bilan dushman naysini o'z naysi bilan qiqib etib, so'l putini bir cho'ng chamdon bilan chaqqon yo'tkab, miltiq payniki bilan dushmanning quloq tubiga qattiq urdi. Dushman "ayyo" deb ingrab yiqildi. Jangchi tez chaddaslik bilan dushman ko'ksiga nayza urdi. Quchoqlashma jang qanchalik davomlashganini hech kim bilmaydi. Badan quvvati chaqqonlik asqatdi. Oxiri dushman qochdi. Jangchilar ularni qo'g'lab mangdi. Mangdamda jasad, qon. Qonga bo'yalgan yerni dastlab jangchilar asabiylashgan peti dushmanni qo'g'lab Qoradon yeziga kirib keldi. U yerdan quchoqlashma jang texibi avjiga chiqdi. Go'yo hamma jangchi bir tan bir jonga aylangan. O'lganlarning soni ko'payib, Suydong 1-otquchilar polkining 1-2 batalyonning nurg'un qaysarlari o'lib ketdi.
xavf ig'irlashmoqda edi. Naq shu chaqda Shixoning sharq shimolida ehtiyot uchun zapas turayotgan Komendanskiy divizioni yetib keldi. Düşman yana bardoshlik berolmadi. Nurg'un o'lib, oz qismi Qaradongni tashlab, Shixo sozliq bilan butxona tarafga qochib ketdi. Bu yer düşmanning ikkinchi liniyasi edi. Harg'am oziq-to'lik, o'q dorisi tugagan. Nurg'un qurbon bergan Suyding birinchi otquchi polkining jangchilari Qaradong yezisining bog'larida bir-birini yo'lishib, "Bamisan oy!" deyishib yana jam bo'lishdi. Bu chaqda kun o'ltirishga oz qolgan. Go'yo bu polikning birinchi, ikkinchi batalyonining hayot kuchideklar. G'olib polk 9-oyning 6-kuni dam olmoqchi bo'ldi. U yezida bir masjid bor ekan. Jangchilar qurbon bo'lgan hamrohlarining ruhiga atab, polik imomiga Qur'on o'qitib, namoz o'qib, duo qilishdi. Kechda Xo'ja Ushrov asir tushgan Gomindan askarlaridan "Sizlarni bak o'limtik hisoblaydi. Botirkansizlar. Sizlarga bu kishi nerdan keldi?" deb so'ravdi. Askar yerga qarab yig'lab turib, "Aroqdan keldi. Hujumga o'tishdan burun har birimiz 300 grammdan go'chon harqini quruq ichib o'tgan" dedi. "Bizning kuchimiz imondan, vijdondan keladi. Sizlarning aroqdan keladi" dedi to'xtaning o'limiga chidamagan turgan Gomindan askarni tepib qo'yib. "Sho'ngsallarning qadimon takkalli yer po'q puraydi. Bizda siga yer ishpar puraydi." Cherik bir ig'izmi Uyg'urcha bilmaydigan. Xo'ja Ushrov tarjimonlik qildi. Cherikning qasmoq yuzida kulk paydo bo'ldi. "Gomindan" chimaltak barmoqini ko'rsatdi u. "Gomindan, tfi!" yerga tukurdi Bara. Bu chaqda qo'mondonlik shtabda Shixoning 2-chi, 3-chi liniyalariga hujum qilishning strategiya, taktikalari muzokara qilinmoqda. Bosh qo'mondon Palinov oxirida Shimoliy tog'liq rayonini baza qilib harakat qilayotgan Baychorin, Qolbek, Nazarov tursunlarining partizanlariga Shixoning qilinadigan hujumga moslashib, Urumchi G'o'lji tashyo'lni qattiq kontrol qilib, Urumchidan kelish ehtimoli bo'lgan dushman yordamchi qismlariga to'sib zarba berish, Manas Savan atrofida partizanlik harakatini kuchaytirib, dushmanning chekinish yo'lini uzib tashlash to'g'risida buyruq berdi. Ondan "Dushman mush liniyasiga ishonadi. Bu liniya bizdan 300 metr nerida. Oldimiz sosli, tubtuz chimliq. Dushman avbutxonaga ig'ir pulemyotlarini o'rinlashtirgan. Uningdan sirt yarboshlari, girvaklarida yerdan farqlanmaydigan bilimdoshlari ko'p. Kunduzlar hujum qilmoq qiyin. Tun qorong'usidan foydalanishga to'g'ri keladi. Askarlar dam olsin. Buyruq berilgan hamon avval butxona hujum boshlanadi" dedi. Izvotlar bo'yicha jang plani yetkazildi. Bir izvotda 42 jangchi bor. Bir rotada 4 izvot bor. Bir batalyon 3 rota. Butxonni elish 2 izvotga topshirildi. Uning biri Xo'ja Ushrov izvoti, yana biri 2-chi izvot, ya'ni avtomatchilar izvoti. Xo'ja Ushrov bilan Shavkat butxonni elish kerak. 2 izvotning 84 nafar jangchisi Uyg'ur, Qozoq, Tatar yigitlari. To'lisi Suyding, Ko'ra, G'o'lja, Harambog' janglarida sinalgan batirlar. Ular Harambog' jangida dushman bilan bir tomning neri berisi turishib, tillashib jang qilishgan. Nurg'un quchoqlashma janglarni ko'rgan. Taktika va qurol mashqida pishqan yigitlar. Ular biladi. Butxon elinsa Shixo elindi degan so'z. Butxona to'lim muhim, hal qilg'ush o'rin. G'o'lji shahridami Liangshan butxonasi shunday bo'lgan edi. Mana hozirmi Shixo butxonasi dushmanga qalqon bo'lmoqda. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyat tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atgan anglitishimizda davomli anglatamiz.
Bu roman Şinjanның har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Bilqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bilqutun bil. Bilqut xazinesi